Kichik g'oyalar umumiy muhitni o'zgartirishi mumkin. Ha. Yadea hayotimizni o'zgartirishi mumkinligiga qat'iy ishonadi. Xavfsizroq usul va kamroq energiya sarfi bilan, yanada rang-barang va kuchliroq texnologiya hissi bilan Yadea missiyasi global foydalanuvchilar uchun ajoyib sayohat uyushtiradi. 2001-yilda birinchi Yadea elektr avtomobili ishlab chiqarildi. 2016-yilda Yadea Xitoyda ro'yxatga olingan birinchi elektr avtomobil kompaniyaga aylandi. 2019-yilda Yadea o'zining birinchi ishlab chiqarish bazasini Vyetnamda tashkil etdi. 2022-yilda Yadea mahsulotlarining to'liq assortimenti va uning butun yangi energiya texnologiyasi Ispaniyada ishga tushirildi.